Sukunat ko'ngillarga sokinlik ulashuvchi kabi. Hikoyani eshitgan bir yaqin insonim hidoyat topib, to'g'ri yo'lga kirdi, alhamdulillah. Sizlar ham inshaalloh to'g'ri yo'lga kirasiz degan umiddaman. Instagram asirasiga aylangan Ummu Gulsumning ibratli hikoyasi. Hayotiy voqealarga asoslangan. Birinchi qism. 40 yoshlardagi nur yuzli ayol qo'lida tasbehi bilan xonaning pardalarini ochdi. Ummu Gulsum, uyg'on qizim, quyosh allaqachon chiqdi. Yaqinda peshin bo'ladi. Uyg'onmaydi-ya. Yana yarim kechagacha telefon o'ynadingmi? Oyijon, iltimos, yana ozgina uxlay. 5 daqiqada nonushtaga tush, deya onasi xonadan chiqib ketdi. Ummu Gulsum, deya yostig'ini tagidan telefonini chiqardi. Instagramdan bir talay xabarlar kelgandi. Hayajon ichida kulimsiradi. 8 soat ichida 52 ta obunachi unga qo'shilgan edi. Darhol rasmlar tagiga yozilgan izohlarga javob bera boshladi. Bu orada onasi Ummu Gulsum deb chaqirdi. Qo'lidagi telefonini xonasida qoldirib, pastga nonushtaga tushdi. Buving olib kelgan ko'ylak bilan ro'molni ilib qo'ydingmi? Juda yarashdi senga. Biron bayramlarda kiyarsan? Yo'q oyijon, ilmadim. Bekorga joy olmasin. Shundoq ham shkafim to'la. Ham u ko'ylak menga bo'lmaydi. Juda keng. Ichida yo'qolib qoldim. Ko'ylakka nima qilibdi? Chiroyli-ku. Biron maxsus kunlarda kiyarsan. Oyi. Siz bilan talashaman menda. Dugonalarim bilan uchrashishim kerak, deya xonasiga chiqib, darhol kiyina boshladi. Tor jinsi shim, ustiga esa kaltaroq kofta kiydi. Oynani oldiga borib, sochlarini tuyani o'rkachidek qilib yig'di va ro'molini o'radi. Ko'ziga qalam, biroz tush surdi. Labiga esa bilinar-bilinmas qilib pomada surganidan keyin telefonini olib rasmga tushdi va shu zahoti Instagram profiliga joyladi. Joylashi bilan turli xil chiroyli so'zlar kela boshladi. Kulib qo'ydi va atirini sepib uydan chiqdi. Yarim soatdan keyin dugonalari bilan uchrashib, bir kafega kirishdi. Suhbatlari juda qiziqarli va kulgularga to'la o'tayotgan edi. Kafedagi hamma ularga qaradi. Qizlar esa bu holatga yanada battarroq kular edilar. Ummu Gulsum yana telefonini chiqardi. Kelgan xabarlarni o'qib kulib qo'yar edi. Yon stolda o'tirgan yigitlar esa unga bir-bir qarab qo'yib, o'z oralarida pichirlashar edi. Ko'p o'tmay yigitlarning ichidan eng kelishgani Ummu Gulsum o'tirgan stolning yoniga kelib, "Salom" dedi. "Salom. Sen Instagramdagi Ummu Gulsum emasmisan?" "Ha, menman", deb javob berdi qiz. "Bilgan edim. Do'stlarim esa ishonishmadi. Haqiqatan go'zal ekansan." "Balki, rahmat", dedi Ummu Gulsum qo'pol ohangda. "Yoshing nechida?" 18 da. Bo'ldimi? Meniki 26 da. Yoshlarimiz ham juda mos ekan. Kechroq yozaman senga. Ummu Gulsumning dugonalari qah-qah otib kulishdi. Ularga Ummu Gulsum ham qo'shilib kula boshladi. Kech kirgan edi. Dugonalar birgalikda uyga qaytayotgan edilar. Qorong'ida ko'chada deyarli hech narsa ko'rinmas edi. Ummu Gulsum qo'lida telefon bilan barchadan oldinda ketayotgan edi. Ko'cha tomonga burilmoqchi bo'lganida birdan bir narsaga urilib ketdi. Ovozi boricha baqirib yubordi. Unga qo'shilib dugonalari ham baqirib yuborishdi. Uzun bo'yli, gavdali bir kishi Ummu Gulsumga g'azab nigoh bilan qarab turardi. Ummu Gulsum esa bu odamning ko'zlariga termulib qolgan edi. Yigit boshidagi sallasini to'g'rilab, hech narsa demasdan boshqa yo'ldan keta boshladi. "Tavba, astag'firulloh", deya yo'lida davom etdi.
Ummu Kulsum darhol uyiga bordi. G'azab to'la nigohlardan qo'rqib ketgandi. Xonasiga kirib, o'zini kravatga otdi. Telefonini olib xabarlarni o'qiy boshladi. Haligi kafedagi bola rostdan ham unga xabar yuborgan edi. Buni ko'rib, joyidan sakrab turdi. "Xayrli oqshom" deb yozilgan edi. Ummu Kulsum kulimsirab, u bolani bloklab qo'ydi. Birozdan so'ng boshqa profildan xabar keldi. "Qaysarlik qilma. Sen bilan tanishishni xohlayman. Men esa xohlamayman" deb yana bloklab qo'ydi. Shunday qilish unga juda yoqar edi. Kunlar shu saylda o'tardi. Har kuni yangi rasmlar, videolar joylanar, ularning tagiga yuzlab izoh, xabarlar, iltifotlar. Kundan kunga obunachilari ko'payardi. Qo'li telefondan bo'shamas, shu sababli namozlari ham doim yo qazo bo'lar, yo eng so'nggi daqiqalarda o'qilar edi. Ba'zan ichi g'ash bo'lib qolganida namoz o'qib bo'lgach jay namozi va tasbihini rasmga olib Instagramga joylardi. Tagiga esa diniy post deb yozib qo'yardi. Qolgan vaqtlarchi namozlar o'qilmasdi. Bu rasmlar faqatgina onlaynlik rasmlar edi. Haftalar o'tdi va nihoyat masjidga o'tkaziladigan xayriya yig'ilish kuni keldi. Ummu Kulsum erta tongdan uyg'onib, chiroyli kiyimlarini kiydi. Namozga ulgurishni xohlardi. Lekin ulguradimi yo'qmi bilmasdi. Birozdan so'ng masjidga ayollar kirganidan keyin ma'ruza boshlandi. Barcha qizlar Ummu Kulsumni "Xush kelibsan" deb kutib olishdi. Hammaning e'tibori unda edi. Masjiddagilarning yarmi imomning ma'ruzasini eshitar, qolgan yarmi esa kirib kelgan go'zal qizga qarab, bir-birlari bilan suhbatlashar edi. "Ko'z tegmasin. Buncha chiroyli qiz ekan. Kiyinishini qara. Manekenga o'xshaydi-ya. Yoshiga mos ekan." Ummu Kulsum unga qaratilgan nigohlarni his qilardi. Barchani oldidan o'tib, eng birinchi safga, dugonalarning oldiga borib o'tirdi. Yana telefonini chiqardi. Instagramga rasm joylab, qayerdaligini bildirishni xohladi. Masjidda esa imomning ovozi hatto osmonni ham titratgudek edi. "Qani, qayerda qoldi? Yosh qizlarning hayosi, odobi, axloqi, iffat timsoli qizlarimiz qani?" Sahobalar so'ragan edi: "Ey Fatima, Muhammad alayhissalomning eng nozik gulg'unchasi, ayting, eng xayrli ayol kim?" Onamiz nima deb javob bergan edilar? Sukunat cho'kkan edi masjidga. Imomning ovozi shu qadar baland, g'azab to'la ediki, hatto masjid minorasidagi qushlar ham uchib ketayotgan edi. "Begona erkaklarning xayolida bo'lmagan ayol" deb javob bergandilar onamiz. Ma'ruza uzoq davom etar. Imom hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarning musulmon qizlarning axloqiga, mu'mina qizlarning qadrini, ular qo'l tegmagan mujavhardek ekanliklarini tushuntirar edi. Ammo Ummu Kulsum bularni eshitayotganmidi? Osmonlar u yerlarning, qushlarning ham eshitganini u eshitmas edi. Chunki qalbi muhrlangan edi. Ma'ruza tugagach, ayol qizlar o'zlari uchun maxsus ajratilgan hovliga chiqdilar. Ummu Kulsum u yerda ham o'zini rasmga olib, profilga joyladi. Ayollarga ajratilgan joyga erkaklar ham kirayotganini ko'rgan bir yigit nima bo'layotganini tushunmay, borib ko'rishga qaror qildi. Borib qarasa, go'zallar go'zali bir qiz. Bilagini ochib, yengini shimarib olgan, ozgina ochilib turgan bo'yniga tushib turgan ro'molini tez-tez orqaga tashlab xizmat qilayotgan ekan. Kimdir kelganini sezgach, "Keling, nima xizmat?" deb boshini ko'tardi-yu, uzun bo'yli, gavdali, g'azab to'la nigohli yigit bilan yana bir bor ko'rishdi. Bu o'sha bir necha oy avval ko'chada uchratib qolgan yigit edi. Yanoqlari qizarib ketdi. Ko'zlariga tik qarab, "Keling, marhamat. Qanday yordamim kerak?" dedi. Ammo
Yigit Ummu Kulsumga g'azab qilib, yonidagi ayoldan yordam istadi va chiqib ketdi. Kim edi bu? Axir yigitlar Ummu Kulsumning ko'zlariga bir bora qarash uchun navbatda turishardi. Unga e'tibor ham bermagan bu yigit kim edi? Shu kundan boshlab Ummu Kulsum har kuni masjidga kelib yordam beradigan bo'ldi. Eng chiroyli kiyimlarni kiyar, tabiiy ko'rsatadigan yengil pardoz qilib ketardi. O'sha notanishni yana ko'rish uchun. Uni yoqtirib qolgan, lekin hech kimga aytmagan edi. Axir u Ummu Kulsum edi. U mashhur edi-ku. Qalbini hech kimga bermasligi kerak edi. Aksincha, qalblarni yondirish kerak edi. Xayriya kunlari tugagan edi. Endi Ummu Kulsum uni faqat uzoqdan ko'ra olardi xolos. Hamma uni yaxshi ko'rardi. Yosh katta buvilardan tortib, yosh bolalargacha hamma uning yoniga kelardi. U ham men kabi mashhurmikan? Bo'lishi mumkin. Juda kelishgan-ku. Instagramdan yoki telefonga biror xabar kelsa darhol yuragi o'ynab, joyidan sakrab turib telefonga qarardi. Ammo u yigitdan biron bir xabar yo'q edi.